Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisilar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 74-yillik munosabati bilan 1-oktyabr kuni maxsus axborot e'lon qilib, Xitoyning 74-yillik ishg'oli va 74-yillik zulmi Uyg'ur xalqining mustaqillik orzusi va irodasini yanada kuchaytirdi deb ko'rsatdi. Qurultayning axborotida aynan mundaq deyilgan: İnsaniyetning o'rtaq dushmaniga aylangan mustabid kommunist Xitoy hokimiyati bugun, ya'ni 1-oktyabr o'zining davlat bayramini hashamatlik va dog'dug'i bilan tabriklayotgan bir paytda, uzun yillardan buyon 1-oktyabrni Uyg'urlarning motam kuni deb jakarlagan Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlari har qaysi yerlarda Xitoy qarshi keng ko'lamli norozilik harakatlarini uyushtirish orqali kommunist Xitoy hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 74 yilligiga norozilik bildirish bilan birga o'zlarining erkinlikka, hurlikka va milliy mustaqillik bo'lgan kuchli orzularini yana bir qatim xalqaro jamoatchilikka anglitishga tirishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan 1-oktyabr motam kunida Xitoy ishg'olining 74 yilligiga qarshi norozilik harakatlarini ilib borgan butun tashkilotlarimizga, fidokor siyosiy faoliyatchilarimizga va xalqimizga alohida hurmatimizni va minnatdorligimizni bildiramiz. Mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining vatanimizni ishg'ol qilganligining 74 yillik munosabati bilan butun dunyo miqyosida ilib berilgan 1-oktyabrlik norozilik faoliyatlarining tub maqsadi vatanimizning Xitoy tarafidan besinilgan zamin ekanligini dunyo jamoatchiligiga qaytadan eslatish va bu xil reallikni xalqaro jamoatchilikka e'tirof qildirishdan iborat xolos. 1-oktyabr Sharq Turkiston xalqi uchun yangi bir mustamlikachilikning va yangi bir zulm davrining boshlangan kunidan iborat. 1-oktyabr Uyg'urlarni asos qilgan Sharq Turkiston xalqining o'z-o'ziga xo'ja bo'lib mustaqil yashash orzularining va haqlarining zo'rliq kuch bilan tortilingan motam kunidan iborat. Uyg'ur xalqi Xitoy hokimiyatining Xinjiang azaldan vatanimizning ayrilmas bir partiyasi degan bu safsatisini izchil turda qat'iy rad qilib keldi va o'zlarining mustaqilligini asliga keltirish uchun 74 yildan buyon Xitoy hokimiyatiga qarshi tinimsiz kurash qilib keldi. Xitoy kommunistlari vatanimizni zo'rliq kuch bilan ishg'ol qilgan 1949-yildan buyon vatanimizda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy xalqlariga qarta rayimsizlarcha bostirish, so'mirish, qulluqqa mahkum qilish, majburiy assimilyatsiya qilish, milliy ma'rifni xitoylashtirish, madaniy meroslarni vayron qilish, tarixini qasddan burmalash va yo'qqa chiqarish, milliy nashriyat sohasining yiltizini quritish, atalmış planlıq toğut niqab ostida Uyg'urlarni majbur tug'mas qildirish, vatanimizning tabiiy boyliqlarini talon-taroj qilish, vatanimizga zo'r ko'lamda Xitoy ko'chmanlarini yerlashtirish, Uyg'ur dehqonlarini Xitoyning ichki o'lkalarga majburiy yetkazib apirib qul ishchilikqa silish qatorliq tipik mustamlikachilik tusini olgan yo'qitish siyosatini yurgizib keldi. Xitoyning 1949-yildan buyon yurgizayotgan yuqorqidek bostirish siyosatlari Xi Jinping davriga kelganda keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatga aylandi. Xitoy ishg'olining 74-yilligida biz xalqaro jamoatchilikni mustabid Xitoy hokimiyatining vatanimizda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy xalqlariga qarta rayimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarni to'sib qilish uchun Xitoy qarshi jiddiy harakatga o'tishga chaqiramiz. Agar xalqaro jamoatchilik Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa qarshi jiddiy tadbir qo'llanmagan taqdirda, necha ming yillik shonliq tarixga va madaniyatga ega Uyg'ur xalqi tarix sahnasidan tamoman yo'qolib ketishi mumkin. Bu butkul insoniyat dunyosi uchun zo'r bir yo'qotishdan iborat. Mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining 1949-yildan buyon vatanimizda ilib berayotgan jinoiy qilmishlari BDT tarafidan 1948-yilda ma'qullangan irqiy qirg'inchilikning oldini olish xalqaro ahdnomaning moddalariga tamoman xilof bo'lib, Xitoy hokimiyati bu xil jinoiy qilmishlar uchun xalqaro jamoatchilikning oldida umumyuzlik hisob berish kerak. Dunyoning har qaysi ellarida faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz Xitoy kommunistlarining vatanimizni ishg'ol qilganligining 74-yillik munosabati bilan o'zlari turishliq davlatlarda Xitoyning ishg'oliga va navbatda Sharq Turkiston xalqiga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi keng ko'lamli norozilik faoliyatlarini uyushtirish orqali o'zlarining milliy mustaqillikka bo'lgan orzu va tashnaligini ifoda qilish bilan birga Xitoyning 74 yillik zulmiga la'nat o'qishdi. Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 74-yillik munosabati bilan 1-oktyabr kuni Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi birlikda Oqsaroyning oldida keng ko'lamli norozilik namoyishi o'tkazib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarga la'nat o'qish bilan birga xalqaro jamoatchilikni, jumladan Amerika hukumatini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qarshi jiddiy va unumli tadbir qo'llanishga chaqirdi. Namoyishga Washington va atrofida yashayotgan bir qism Uyg'ur qarindoshlarimizdan sirt yana Tibetliklar va Hong Kongliklar qatnashib, o'zlarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashini ifoda qilishdi.
Dünya Uyghur Qurultayı İcraiy Komitetining raisi, Uyghur Kishilik Huquq Qurilishining direktori Ömer Qanat ve Amerika Uyghur Birleşmesining raisi Elfidar Iltabirlar namoyish jarayonida qilgan so'zlarida xalqaroning shuncha kuchlik besimiga va Amerika hukumatining bir qator qonuniy tadbirlari va embargolarga qaramasdan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining hozirma ham shiddat bilan davom qilayotganligini, buning uchun BDTning, Yevropa İttifaqıning va Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellarining Xitoyning jinoiy qilmishlariga qarshi texim unumli bo'lgan yangi tadbirlarni yo'l qo'yishning to'liq zarur ekanligini ta'kidlashdi. Ömer Qanat efendim namoyishning oxirida muhojiratga Uyg'ur qarindoshlarimizga xitoban so'z qilib mundaq dedi. Birincisi, vatanimizdagi ishg'ol qilinganligini la'natlash uchun bu yerda turyapmiz. Bizningki qarang'u davrimizdagi tarixdagi eng qarang'u davrimizning boshlanganligini, hozirgacha davomlashayotganligini la'natlayapmiz. İkincisi, Amerika hukumatining tadbir edishini talab qilyapmiz. Bu yerda bir irqiy qirg'inchilik yuz beryapti. Irqiy qirg'inchilik yuz beryapgan yerga yaqindan beri Amerika hukumat adamları, rahbarları berip şu irqiy qirg'inchilikni yurgizayotgan insonlar bilan qo'l tutishib, bir ustalda o'ltirishib, bir ustalda tomoq yeyapti. Buningga biz qarshi turishimiz kerak. Qozog'istonning murakkab vaziyati va qattiq cheklamalarga qaramasdan 1-oktyabr kuni Qozog'iston Uyg'urlari Dunyo Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi Qahramon G'ojanberdi, Qurultay ijroiy komitetining muavin raisi Erkin Ahmetov va Qurultayning Qozog'istondagi vakillarining boshlamchiligida Almaty shahrida bir yurish xotirlash faoliyatlarini uyushtirish orqali Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi 74 yillik ishg'oli va 74 yillik zulmiga la'nat o'qish bilan birga o'zlarining mustaqillik bo'lgan orzu va ishonchini namoyon qildi. 1-oktyabr Qurultayning Qozog'istondagi vakillari va bir qism jamoat arboblari Qahramon G'ojanberdi ustozimizning yetakchiligida oldi bilan 1944-yili G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining eng asosli qurg'uvchilarining biri va 40-yillarda portlab chiqqan milliy kurashimizda nilqida Xitoy mustamlikchilariga qarshi tunji o't yalqinini tutashtirgan milliy qahramonimiz G'ani Boturning tuproq beshini ziyorat qilib, uning ro'yiga va 1944-yildagi 2 mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatimizning qurilishiga vasila bo'lgan butun aziz shahidlarimizning ro'yi uchun Fatiha o'qishdi. Arqadan Qahramon G'ojanberdi boshchiligidagi hay'at 1944-yildagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining hayotda qolgan birdan-bir qahramon ofitseri 95 yoshli Nurmuhammad akamizni uyida ziyorat qilib, uning 1944-yildagi mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilishida ko'rsatgan qahramonligiga takror minnatdorlik bildirdi. Nurmuhammad akamiz ayni chog'da Sharq Turkiston Jumhuriyati milliy armiyasining ofitserligiga o'stirilganda Taxiyishi Abdulla 20 dan halqagan qiron yigitlarimizning biri edi. Qahramon G'ojanberdi efendim Nurmuhammad akamizga Dunyo Uyg'ur Qurultayining xalqaro sahnalarda ilib berayotgan kurashlar haqida qisqacha ma'lumot berish bilan birga, hozirgi va buningdan keyingi avlodlarimizning 1944-yilgi Jumhuriyatimizni qurib chiqqan qahramon ajdodlarimizning milliy irodasiga vorislik qilganligini ifoda qilib mundaq dedi. Bu ishlarni davomlashtiramiz. Hozir eng yaxshi mana sizlar buni peshqadam milliy armiya ofitserlari, hukumatning adamlari ko'p tajribalarni o'rgatdinglar, ko'p narsalarni o'qitdinglar. Hozir mana biz tirishib buni yoshlarga beryapmiz. Yoshlar qaranglar, intayin ko'p tilli. Mana biz masalan inglizcha chet el tilini bilmagandagi chet elga chiqib gapni qilolmayman. Mana bular chet el tilli, savodli ishlarni biladi. Shuning uchun siz boshlagan shu Sharq Turkiston Jumhuriyati ilgari surgan ideyalar cho'qim amalga oshadi. Arqadan Qahramon G'ojanberdi efendim Uyg'ur mahallisidagi bir qo'rg'uga to'plangan Uyg'ur jamoatiga vatanimizning 1949-yildagi ishg'ol qilinish jarayoni va 74 yildan buyon Xitoy kommunistlarining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizib kelgan zulm siyosatini qisqacha eslatib o'tish bilan birga, navbatda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka qarshi xalqaro jamoatchilikning qo'zg'alib chiqqanligini, yaqindala BDT kishilik huquq kengashining 54-navbatlik yig'inida Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Ayso efendim bilan Xitoy vakillari o'rtasida yuz bergan holda keskin kurashning yuz berganligini, chet ellarda ilib berilayotgan milliy harakatimizning bargan sari dunyo jamoatchiligining qo'llashiga erishib kelayotganligini, shung Uyg'ur xalqining milliy mustaqillik bo'lgan ishonch va umidini aslo sustlashtirib qo'ymaslik lozimligini ifoda qildi. Qirg'iziston Xitoy munosabatlari tarixda misli ko'rilmagan darajada quyuqlashgan va Qirg'iziston Uyg'ur tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimizga qaratilgan nazorat, besim va cheklash tadbirlari alohida kuchaygan murakkab bir vaziyat ostida yana Qirg'iziston Uyg'urlari 1-oktyabr kuni Dunyo Uyg'ur Qurultayining Qirg'izistondagi alohida vakili Ro'zmuhammad Abdulbaqiyev efendimning boshlamchiligida Bishkek shahrida bir zalga yig'ilib, Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 74-yilligini xotirladi va Xitoy ishg'olga qarshi kurashda hayotdan ayrilgan butun aziz shahidlarimizning ro'yi uchun Fatiha o'qishdi.
o'tishdi. Vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy kommunistlar tarafidan ishg'ol qilinganligining 74-yillik munosabati bilan 28-sentabr kuni Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti bilan Kanadadagi Tibet tashkilotlari birlikda Ottavadagi Kanada parlamentida haqiqat uchun o'rtoq kurash degan temada muhokama yig'ini uyushtirgan. Dünya Uyg'ur Qurultayı Qanun Komitetining müdiri ve Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xta apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan muhokama yig'iniga 6 nafar Kanada parlament a'zosi bevosita qatnashib, o'zlarining Uyg'urlarga bo'lgan bevosita qo'llashini namoyon qilgan edi. 1 oktyabr kuni Kanada Sharq Turkiston jamiyatining uyushtirishi bilan Torontodagi Xitoy elchixonasining oldida vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy kommunistlar tarafidan ishg'ol qilinganligining 74-yilligi munosabati bilan Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi Shavkat Imom apandimning boshlamchiligida o'tkazilgan namoyishga bir qism Tibet va Hong Kongliklarmi ishtirok qildi. Presenting the voice of East Turkestan, Tibet, Hong Kong, Taiwan, pro-democracy ethnic Chinese, and Southern Mongolia. We're only getting stronger, but everyone here, we do need your support on all fronts. Onundan başqa yana 1 oktyabr kuni Alberta Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan Kanadaning Calgary shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida Xitoy kommunistlarining 74 yillik ishg'oliga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Alberta Uyg'ur jamiyatining raisi, Dünya Uyg'ur Qurultayining Kanada vakili Mukarram Qurbon xonimning riyosatchiligida o'tkazilgan namoyishga Kanadaning Edmonton ve Calgary shahrida yashayotgan bir qism Uyg'ur qarindoshlarimiz ishtirok qildi. Bugün 2023 yıl 10. ayının 1. günü Xitay konsulluğunda Edmonton'da ve Calgary'deki qarindoshlar, Edmonton'dan kelgan ve Calgary qarindoshlarla Xitay konsulluğunda namoyish elib beriyapmiz. Vatanimizning Xitoy kommunistlar tarafidan ishg'ol qilinganligining 74-yillik munosabati bilan 1 oktyabr kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyati, Yaponiyadagi Tibet, Janubiy Mongol, Hong Kong, Tayvan tashkilotlari birlikda Tokioda keng ko'lamli birlashma namoyishi o'tkazdi. Shu kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ahmedjon Latip apandimning boshlamchiligida Tokioning shahar markazidagi bir maydonga to'plangan namoyishchilar qo'shini orqadan Xitoyning Tokiodagi bosh elchixonasiga qarab yurish qildi. Namoyishchilar yo'l bo'yi Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va Tibet, Hong Kong, Janubiy Mongol xalqlariga yurgizayotgan zulm va besim siyosatiga qarshi to'xtamay jarangliq shuar to'lishib, Tokio ko'chalarini zilzilaga soldi. Xitoy elchixonasi oldida so'z qilgan Uyg'ur, Tibet, Hong Kong vakillari Xitoy kommunistlari hokimiyat beshiga chiqqan va Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya qatorliq joylarni ishg'ol qilgan 74 yildan buyon bu rayonlarning xalqlari ustidan yurgizib kelgan zulm, besim va qirg'inchilik siyosatiga la'nat o'qish bilan birga xalqaro jamoatchilikni Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi jiddiy harakat etishga chaqirdi. Birinci oktyabr kuni Avstraliya Uyg'ur jamiyati Tibet va Hong Kong tashkilotlari bilan birlashib Sidney shahar markazida Xitoy ishg'olining 74 yilligiga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishda so'z qilgan Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mehmet Obul apandim Uyg'ur xalqining 74 yildan buyon Xitoyning mustamlikasiga qarshi kurashni izchil davomlashtirib kelganligini va mustaqillik irodasidan aslo voz kechmaganligini ta'kidlab o'tish bilan birga xalqaro jamoatchilikning jiddiy irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan Uyg'ur xalqining mustaqillikka bo'lgan orzu va istaklarga hurmat qilishi lozimligini ifoda qildi. Uningdan boshqa yana vatanimizning Xitoy kommunistlar tarafidan ishg'ol qilinganligining 74-yillik munosabati bilan 1 oktyabr kuni Sidney Umid ona til maktabining o'qituvchilari va ota-onalar birlikda dalada bayrog'im parvoz qil temasidagi laglak uchirish musobaqasi o'tkazdi. Faoliyatda o'quvchilarimiz ona vatanimizning bayrog'iga simvol qilingan holda o'z qo'l silib yasagan yoki zinnatlagan laglaklarni ko'k osmonda parvoz qildirdi va shu orqali ona vatanda bayrog'imizni lapildatishdan iborat kuchli orzusini namoyon qildi. 1 oktyabr kuni yana Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati tarafidan Adelaide shahrida vatanimizning Xitoy kommunistlar tarafidan ishg'ol qilinganligining 74-yillik munosabati bilan keng ko'lamli norozilik namoyishi o'tkazilgan. Kommunist Xitoy hokimiyatining vatanimizni ishg'ol qilganligining 74-yillik munosabati bilan 26-sentabr kuni Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfisi, Uyg'ur tadqiqot markazi, Uyg'ur akademiyasi vaqfisi, Uyg'ur harakat tashkiloti va Sharq Turkiston tadqiqot vaqfi qatorliq 5 tashkilot birlikda Anqarada Xitoy ishg'olining 74-yilda Sharq Turkiston vaziyati degan temada muhokama va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan edi. 1 oktyabr xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tomonidan Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan namoyish bo'lsa, ko'lami eng zo'r namoyishlarning biri bo'ldi. Necha yuzlagan namoyishchilarimiz Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga va jinoiy qilmishlarga qarshi jarangliq shuar to'lab, o'zlarining milliy mustaqilligi bo'lgan orzu va irodasini namoyon qilishdi.
Namoyishda so'z qilgan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon Sharq Turkistonning Xitoy ishg'olida o'tgan 74 yilining zulmat ichida o'tgan yil ekanligini, bu 74 yil mobaynida Xitoy kommunistik hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga salmagan zulmlari, qilmagan eskiliklar qolmaganligini, bugungi kunda bo'lsa Sharq Turkiston xalqiga qarta butun dunyoning ko'z oldida oshkor holda irqiy qirg'inchilik yurgizish orqali butun dunyoga maydon o'qiganligini ta'kidlab o'tish bilan birga Sharq Turkiston xalqi uchun mustaqillikdan boshqa hech qanday chiqish yo'li yo'qligini alohida eskartib o'tdi. 1 oktyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Angliya Uyg'ur jamiyati, Angliya Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish tashkiloti va Tibet, Hong Kong, Tayvan, Demokratik Xitoy tashkilotlaridan bo'lib jami 10 tashkilot Xitoyning Londondagi elchixonasi oldida birlashma namoyish o'tkazib, Xitoy kommunistik hokimiyatining hokimiyat beshiga chiqqan 1949-yildan buyon yurgizib kelgan fashistik siyosatini, bo'libmi Xitoyning Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini qattiq ayiblash bilan birga xalqaro jamoatchilikni dunyo bexatarligiga tahdid solayotgan shonliq tarix va madaniyatga ega Uyg'ur xalqini to'p-yakun yo'qotishga urinayotgan Xitoy hokimiyatiga qarshi umumyuzlik jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Turkistan! Free is 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 Turkistan! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! 1 oktyabr Gollandiya Sharq Turkiston Tashkilotlari ittifoqining uyushtirishi bilan Gollandiyaning siyosiy va iqtisodiy markazi Den Haag shahrida kommunist Xitoy hokimiyatining vatanimizni ishg'ol qilganligining 74-yillik munosabati bilan karvon shaklida yurish va namoyish o'tkazildi. 50 dan ortiq avtomobilni oyil tuzliq ko'k bayrog'imiz bilan va irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin degan xat tushirilgan yepishtirg'ichlar bilan bezab chiqqan namoyishchilarimiz Xitoyning Den Haag shahridagi konsulxonasini mashinalari bilan aylanib yurib namoyish ilib bordi. O'zguch uslubda ilib berilgan bu qatimqi namoyish Gollandiya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. 1 oktyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti va Germaniyadagi Tibet, Hong Kong tashkilotlari birlikda Xitoyning Berlindagi elchixonasi oldida birlashma namoyish o'tkazib, kommunist Xitoy hokimiyatining 74 yillik zulm, besim, talon-taroj va qirg'inchilik siyosatini qattiq ayiblash bilan birga Germaniya parlamentini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilishga, Germaniya hukumatini Uyg'ur majburiy emgak chetishlik mahsulotlarining import qilinishini cheklash uchun qonuniy tadbir qo'llanishga chaqirdi. 1 oktyabr kuni yana Yevropa Sharq Turkiston birligining uyushtirishi bilan Xitoyning Myunxen shahridagi konsulxonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyishda so'z qilgan Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandim Xitoyning vatanimizni ishg'ol qilgan 74 yildan buyon xalqimizga qarta yurgizayotgan jinoiy qilmishlarni eslatib o'tish bilan birga xalqaro jamoatchilikni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Namoyishga Germaniyaning Bavariya shtatlik parlamentining muavin raisi Markus Rinda Shpixa va shaharlik hukumatining vakili Marian Hoffman apandilar ham qatnashib, Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini qattiq aybladi. Stop the genocide! 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 1 oktyabr Shvetsiya Uyg'ur ma'rif jamiyatining uyushtirishi va Shvetsiya Uyg'ur birligi tashkilotining yaqindan moslashib berishi bilan Stokgolmdagi Xitoy elchixonasining oldida Xitoy ishg'olining 74-yilligiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyishga Stokgolmda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan boshqa yana Shvetsiyadagi ba'zi siyosiy partiyalarining vakillari, Tibet va Hong Kong tashkilotlarining vakillari namoyish qatnashib Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashni ifoda qilishdi. Kommunist Xitoy hokimiyatining vatanimizni ishg'ol qilganligining 74-yillik munosabati bilan Norvegiya Uyg'ur komiteti tarafidan Oslodagi Xitoy elchixonasining oldida o'tkazilgan namoyishda so'z qilgan Norvegiyadagi ba'zi qarindoshlarimiz Xitoyning chegara halqon bostirish siyosatiga bo'yin egib tashkilotlardan uzoqlashgan, namoyishlardan qochgan, bo'libmi Xitoyning soxta tashviqotiga ishinib vatanga berishning ko'yiga tushgan va hatto Xitoyning tashviqotiga moslashib tashkilotlarimizni va siyosiy faoliyatchilarimizni yetim qoldirishga urinayotgan g'urursiz vijdonsiz kishilarni qattiq tanqid qildi. Norvegiya bo'lsa Yevropa davlatlari ichida Uyg'urlarning soni eng ko'p bo'lgan davlatlarning biri bo'lib, Norvegiya Uyg'ur komitetining mas'ullarining bildirishicha, Xitoy hukumatı bu yilning 5-ida chet ellardagi Uyg'urlarning vatanga erkin berib kelalaydiganligini va ularning go'zal Xinjiang barpo qilish va Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlash harakatiga qatnashishni qarshi oldiganligini e'lon qilgandan keyin milliy irodasi ojiz kishilar vatanga berishning tamasida bo'lib, namoyishlardan o'zini qochirishga boshlagan.
Nəticədə namoyish qatnaşıdığan Uyğurlarning soni barğansır azlashqa başlagan. Əməliyyatda bolsa Yevropada yaşayotgan Uyğurlarning hammasi degidek siyasi panoh tilgichilar bo'lib, ular siyasi panoh sotlarida hayot xatar ostida qolgani uchun Xitoyning ziyonkashligidan qochib chiqib siyasi panoh tilashga majbur bo'lganligini bayon qilishgan edi. Norvegiyadagi jamoat arbobi, fidokor siyosiy faoliyatchilarimizdan Muhammad Emin Hojim 1 oktyabrdagi namoyish qilgan so'zida o'zining bu vaqtdagi noroziligini ifodalab mundaq dedi. Hammasi shu biz o'xshash vatandan kelgan odamlar. O vatan deyarli 6 topdan olib qolganlarninki o uyda turishiga bo'laveradigan ish emas. Nima ko'rsak biz Japonimi qiyinchilikni ashaqlarda tang tortib hammaylar mishadimi tang tortib rohat topadiganga tirishchilik ko'rsatishimiz kerak bunga. Ammo ko'ryapmizki hali bo'lib qoldi namoyish bo'lsa bu faoliyatlarga anglag'anlarning beshirog'i og'riydigan, vaqti chiqmaydigan, hal mushu kunlarda nihoyat zarur ishlar chiqadigan shunaqa ahvollar yuz berib turibdi. Bu bak to'g'ri emas endi. Baytunyaga baxtiyor tafsiliy ahvollarning hammasidan xabar berdi hammalarga. Vatanga hammamizning bag'isi bor. Mening bu mushtarqida hozirlam beriblam deya ashadiki yiqildirimni ko'rib kelgan bor. Ammo amalimiz yo'q. Sizga kelgan 10 yil 15 yil o'lab bilan bağa berib jugab ketgan bo'lsangiz bizga 25 yil bo'libdi dega bir şey yaşayotimiz. Hech nima bo'lmadi. U yerda qiyinchilik tortayotgan, o'layotgan hammasi bizning qarindoshlarimiz, urug' tuqqanlarimiz, aka-singillarimiz, ota-onamiz. Biz xotirjam bir hayotda yashayotimiz bu yerda. Agar biz vatanda bo'lib qolgan bo'lsak, biz nima kunni ko'ramiz, buni o'ylab baqish kerak emaydi. Xotirjam yerga kelib, hammasini unutilib qoldiganga bizning haqqimiz yo'q. Boshqalarning haqqiga biz yashab ketishimiz mumkin bu hayotni. Shuning uchun biz har doim bu ishlarga diqqat qilmoq lozim. Mushta faoliyatlar bo'lsa, vatan to'g'risida qiladigan xizmatlar bo'lsa, davomli oldiga chiqib, tang mengib, tang jafo tortib, yo'l boshlayotganlar bilan tang bir yerda hamkorlashib turishimizga to'g'ri keldi. Yalnız uyda oturup olsakmı, ko'chalarda belki şu vaqtlarda sentrlarda cho'gab yurgan Uyg'urlarimiz hali bordi endi. Buga havo chiqqan bir cho'glab keladi deb qolgan narsa. Mana bir şey kelsam o'xshash cho'gilgan bo'ladi shu narsa. Ammo unda qilmasdan vatan desa hammadan avval juda boradigan, o vatan erishish uchun faoliyat qilamiz, beshog'raydigan ish bo'lib qolsa bu yaxshi emas. Shuning uchun ko'pchilik endi bu ishlarga diqqat qilsak, Öpüyorumuzdakilerimi bir teşvik koysak, vatanga berib kelish to'g'risidagi ishlar to'g'risida gaplar tashkili dedi. Men uni bo'lsin biz hammaydan mishaga kelib, soqchiga intervyu bergan vaqtida Xitoy o'tirib bordi, Xitoy chani o'tib bordi, Xitoy turmush solab ketib bordi, ota-onamizni solib o'tib bordi, qarindoshlarimizni solib o'tib bordi. Biz yashayolmayotimiz, biz sizlardan yordam so'rab qanoat qilib keldik deb hammaydan intervyuni ishlab berdik. Ben onda beğenmedim degenlerinin hemmisini yalgan. Hemmimiz şunda verdik. Emdi ki bugün günke gel o da Xitay'nın okuğunu yalgan mı? Gözümüz körevatıda o bunu. Özümüz nimidige yalgancı, özümüzün gepige özümüz eve olmaydıgan. Moşumu işmayamdı, moşunda mı yalgancılık kılamdık? Özüden ketmezsen öpçördeki yıkıllarını, yurttaşlarını, qarindoshlarning hemmisini hafılıkı, yanı kaydeden hafılık saldığı iş bu. Unda olsa to'g'ri olmaydi, qarindoshlar salbi o'ylashavroq ish qilaylik, qancha vatanga berib kelib qanchalikni yashab ketib qolgandik. Adam boya kelinmay yonidan beshimizni ishimizga tiqib, yuzimizni poloda qilib yuryapmiz aqsa. Shuning uchun bunga ko'pchilik hammadan diqqat qilaylik. Namoyishning vaqti ham qisqa, 1 soatlik. Yakshanbada bo'lsa-mu, baribir 1 oktyabr bo'lgandan keyin bu yerga kelishimiz, majburiyatimiz bor ekan, shart bunga kelishimiz. Az da bir vakarab bir gapsiz qilib, ko'pincha hammalarning ko'nglimizdan xursand bo'lgan bo'ldik. Shundan da rahmat hammalarga. Yuqorqilardan boshqa yana Fransiya, Shveysariya, Belgiya, Avstriya qatorliq ba'zi ellardami 1 oktyabr kuni o'xshamagan shaklda norozilik faoliyatlari uyushtirilgan bo'lib, bu vaqtdagi xabarlarning tafsilotini keyin qitimliq anglitishimizda diqqatingizga taqdim qilamiz. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar proqramımızın tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.